Assalomu alaykum aziz insonlar. Insonlar ta'mi va mazasi achchiq bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq miqdorda iste'mol qilganda milklar bo'shashib qoladi. Tishlar qator oralari ochilib qoladi. Tishlar qator oralaridan turli xil tomonga qarab chiqib ketadi. Ya'ni qiyshayib o'sadi. Milklarda sarg'ish qizil rangli shishlar paydo bo'ladi. Tishlar juda qattiq og'riydigan bo'lib qoladi. Tishlar sekin-asta birin-ketin o'z o'rnidan qimirlaydigan bo'lib qoladi. Bu holat davom etaversa, sekin-asta tishlar birin-ketin o'z o'rnidan ajralib tushib ketadi. Oqibatda og'izda bir dona ham tish qolmaydi. Bu kasallikni oldini olish uchun insonlar ta'mi va mazasi achchiq bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ozroq miqdorda iste'mol qilishlari kerak. Bu kasallikni davolash uchun 200 gram qaynagan suvga 2 osh qoshiq mayin osh tuzini solib, yaxshilab aralashtirib eritib, iliq holatga kelgandan so'ng og'izni yaxshilab chayqash kerak. Mana shu sho'r suvda. Mana shu holatni 3 kun davomida har 3 soatda bir qilish kerak. Xudo xohlasa, mana shu aytganlarim sabab bo'lib, Xudo mana shu kasal bo'lgan insonlarni dardiga shifo beradi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.